Siz qarang, mana bunaqa bo'ladi. Biz homiladorlik paytingizda, masalan, oxirgi 4 oylikda bolaning miya hujayralari, ya'ni neyronlar shakllanadi. O'sha paytda qanaqadir o'zingizda gormonal buzilishlar bo'lsa, infeksiyalar bo'lsa yoki pitaniya yaxshi emas yoki qanaqadir kasallar bo'lsa, bu bolada o'sha nerv hujayralarini baquvvat sog'lom shakllanmasligiga sabab bo'ladi. Keyin u tug'ilganda sразу masalan shunaqalik bilinmaydi, как бы nimjon bo'ladi. Tug'ilganda hech qanaqa bilinmaydi. Bola vроде yaxshi o'sadi, boshqa. No keyin masalan bir xil bola qattiq shamollash o'tkazyapti yoki mana ko'p yo'talyapti yoki mana shunaqa прививкаlarni olganda qanaqadir infeksion заболеваниялар bo'ladi yoki masalan ichki katal bo'lib qolishi mumkin, disbakterioz bo'lib. O'shunaqalar bo'lib qolsa, keyin o'sha neyronda слабый bo'lgani uchun neyrovоспалениyaga uchraydi. O'sha neyrovоспалениyaga uchraganda neyronlari sog'lom bo'lmagani uchun, nimjon bo'lgani uchun unda keyin atkat boshlanadi. Ya'ni autizmga xos belgili ko'rinishi mumkin. Masalan, bola gapirib sal so'zlari chiqqan bo'lsa, yo'q bo'lib qolishi, ismiga qaramay qolishi, kommunikatsiya qilmay qolishi, buyruqlaringizni bajarmay qolishi, diqqat tarqab bo'lib ketishi, mana shunaqa belgilar ko'rinishi mumkin. Ko'pchilik buni shifkadan keyin autizm paydo bo'lib qoldi deb o'ylaydi. No, u autizmga xos belgilar paydo bo'lgan bo'ladi. U autizm bo'lmaydi. Uni masalan neyrovоспалительный protsessi tuzatib, keyin ishlansa, bizga o'xshagan mutaxassis ishlasa bolani yaxshilab olsa bo'ladi. No, autizm bolalar u врожденный bo'ladi. U genetik mutatsiya. Autizm bilan прививкаlarning umuman aloqasi yo'q lekin u tug'ilganda bola autist bo'lib tug'iladi agar rostdan autizm bo'lsa. Atak belgilar ko'rinsa, qanaqadir uni tekshiruvlardan bilinadi. Belgilar ko'rinsa, uni tuzatsa bo'ladi. Прививка, masalan, men ham 2,5 yosh qizim bor. Men hali прививка olmaganman bitta ham. Chunki men o'z homiladorligimda menda defitsitlar bor edi, gormonal narusheniylar bor edi. Ham qizim sal vaqtli tug'ilgan. O'shaning uchun men 3 yosh bo'lishini kutyapman. Чтобы unga qanaqadir masalan sog'lom bo'lmasa, miyasida qanaqadir ozgina nexvatkalar bo'lsa yoki o'zida qanaqadir o'sha defisitlari bo'lsa, unga o'sha прививка ta'sir qilib qolmasin deb men 3 yoshdan keyin olmoqchiman.